Salom do'stlar. Istanbulga sayohat qilish maqsadida keldim. Istanbulga sayohat qilish reja qilayotganlar uchun yoki Istanbul haqida qanaqadir ma'lumot olmoqchi bo'lganlarga bu videoim juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu videoda Istanbuldagi o'sha mashhur diqqatga sazovor bo'lgan joylarini birgalikda ko'rib, o'rganib chiqamiz. Tarixiy muzeylarida bo'lamiz. Bozorlarga kiramiz, bozordagi narx-navo hammasini birgalikda ko'rib o'rganamiz. Va albatta xarajatlar, narx-navolar haqida ham hammasini sizlarga aytib o'taman. Hozir men mehmonxonaga yo'l oldim. Ko'ramiz qanaqa mehmonxona bizani kutyapti. Qolganini hammasini mehmonxonada gaplashamiz. Ketdik. Do'stlar, ko'rib turgan mehmonxonalardan xona ijaraga oldik bir haftaga. Mehmonxonaning nomi Hampton by Hilton ekan, 3 yulduz. Ketdik ichkaridagi sharoitlarni ko'rib chiqamiz birgalikda. Xonamiz 4-qavatda joylashgan. Hozir liftda 4-qavatga chiqamiz. Bu 2 kishiga mo'ljallangan xona. Nimalar bor bu yerda? Bitta katta mana kravati bor 2 kishiga. Mabodo kimnidir chaqirmoqchi bo'lsa, telefon qo'yib qo'yishgan. Hop, bu yerda monitor kattakon. Endi bu yerda bu oynadan qarasanglar manzarali joy yo'q, yonimizda mehmonxonalarni ko'rasizlar faqat. Hop, katta monitor. Mana kelibdi o'tirib kompyuter tishlaydigan joy qilib qo'yishgan. Tifal suvli. Seyf. Endi pul solib qo'yishadi, seyf ham qo'yib qo'yishibdi. Bunisida kerakli narsa bu ham. Fen. Hop. Dazmol. Eng kerakligi mana xolodilnik ham bor ekan. Bu joyda 5 yilga konditsionerni boshqarish uchun mana paneli turibdi. Shu yerdan konditsionerni baland past qilib boshqarib olasizlar. Mana shundan muzdek havo urib turibdi. Bu joyimizni ko'ramiz hozir. Dush, rakvina, unitas. Ichlari top-toza, yangi mehmonxona ekan, yaqinda ochilgan. Hali ichlari naqacha urinib, eskilib ketmagan. Top-toza hamma yo'q.
Do'stlar, shu xona 2 kishi uchun bir kunligi $110 dan tushyapti. Ichida ertalabki nonushtasi ham bor. Ertalabki nonushtani ham birgalikda tushib ko'rib chiqamiz. $110 ozgina qimmat. Endi hozir biz may oyidamiz, mavsum bo'pti, endi boshlanayotgan payti, ko'chada issiq, turistlar juda ham ko'p ko'chada. Endi biz birpas dam olamizda. Shu bilan nonushta beriladigan vaqt bo'ladi. Nonushtaga tushib, pastlarni ham ko'rib chiqamiz. Xayrli kun, yangi kun boshlandi do'stlar. Biz kechqurun bu mehmonxonaga joylashgan edik. Mehmonxonaning kech payt ozgina joylarini ko'rib chiqdim. Yana bir ikkita joyini endi sizlarga ham ko'rsatib chiqaman. Hozir soatimiz 7 dan oshdi. Soat 7 dan 10 gacha ertalab nonushta berar ekan bu yoqda. Shu nonushtani ham ko'ramiz. Nima narsalari bor ekan. Undan oldin pastda sport zali bor ekan. O'sha sport zaliga tushib, hozir birgalikda sport zalini ham ko'rib chiqamiz. Sport zal mehmonxonaning podval qismida joylashgan ekan. Mana shu joy sport zal bo'ladi. Zamonaviy yangi qurilgan mehmonxonalarda ko'plarida mana shu karta orqali liftga ham, xonaga ham, mana shu sport zallarga ham mana shu karta orqali kiriladi. Qo'yasizlar. Ochildi. Xo'p. Mana sport zali. Zal unaqa katta emas, lekin hamma kerakli narsalar bu yerda bor. Shu begovoy darushka deysizlarmi, har xilini qo'yib qo'yishgan. Bu joyda har xil toshlar, gantel yotib mana mashq qilishinglarga ham hamma qulayliklarni qilib qo'yishgan. Yomon emas, bo'ladi. Endi nonushta qilgani oshxonasiga borib, u yoqni ham ko'rib chiqamiz. Lobby qavatiga tushdi, shu joyda oshxonasi ham, resepsioni ham havas shu joyda joylashgan. Xo'p. Bu joyda kofe tayyorlab berishadi, etsanglar. Qaynatilgan sut qo'yib qo'yishibdi mana. Qaynatilgan sut, quruq jo'xori qo'shib yeyish uchun. Keyingisi kartofel free. Sosiskani mayda-mayda qilib, to'g'rab, qovurib qo'yishibdi. Bu yerda tuxum qaynatilgan. Bu joyimizda bilmayman nimaligini buni. Mevali ekan, har xil mevalar. Olaman. Yogurt, 2 xil, 3 xil yogurtlar. Hop, bu yerda salatlar. Kartoshka, pomidor, har xil sirlari bor ekan. Har xil sirlar. Kolbasa ham qo'yib qo'yishibdi. Biz musulmon davlatidamiz. Menimcha bular hammasi halol bo'lsa kerak. Bu joyda vafli tayyorlaydigan joyi, o'sha vafliga qo'shiladigan o'sha shokolatlari, har xil shirinliklar qo'yib qo'ygan joyi ekan bu yoqda. Xo'p, endi bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsak, nonlarning har xil turlari, bulichkalar, har xil non mahsulotlari shu yerda joylashgan. Bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsak, suvlar, sok, qaynatilgan suv, o'zingizlar xohlagan mana shu yerdan choyga olib
damlab ichaverasizlar. Bu joyda kofe. Kofeni ham o'zini xohlaganinglarni tanlaysizlar. Mana shu tayinlab beradi. Mana shu joylardan bitta joyi tanlab, shu yerda o'tirib ovqatlanib olasizlar. Do'stlar, ertalabki nonushtani ham qilib bo'ldik. Endi birinchi Istanbuldagi birinchi kun sayohatimizni boshlaymiz. Bu mehmonxonani tavsiya qilaman. Mehmonxona yaxshi ekan. Joylashuvi ham yaxshi joyda joylashgan. Sirkachi degan ko'chada joylashgan. Bu yerga juda ham metro yaqin. Xo'p. Sulton Ahmedga ham piyoda yurib borsanglar bo'ladi. O'sha yerda bilasizlar, hamma tarixiy muzeylar o'sha joyda joylashgan. Lokatsiyasi juda ham zo'r. Xo'p. Bu sizlarga tavsiyam shu voqli Turkiyaga kelgandan keyin shu voqli turib, nonushtan qilib, ko'chaga chiqib ketishinglar kerak. Chunki o'sha diqqatga sazovor bo'lgan joylariga borsanglar, u yerda odam juda ham ko'payib ketadi. Shuning uchun voqliroq turib harakat qilish kerak. Xo'p, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz menda hozir dollar yonimda. Shu dollarimni turk lirasiga almashtirib olamiz. Chunki hamma yoqda turk lira so'rashadi, dollar olishmaydi. Oladigan joylar balkim bordir, men bilmayman. Bu Istanbulda birinchi marta emas, bundan oldin ham kelganman. Bu yo'lani yaxshi bilaman. Maslahatim shu sizlarga. Xo'p, hozir borib va shu dollarni turk lirasiga almashtiradigan shoxobchalari juda ham ko'p. Shu joyda bittasini topib, o'sha yerda dollarimizni turk lirasiga almashtirib olamiz. Mana o'sha dollar almashtiradigan shoxobchani topdim. Xo'p, 1 dollarimiz 38.75 lira ekan. Hozir 100 dollar pulni beramiz. Mana berdim. Sizga shunda 3875 lira berishadi. Bu kurs 2025-yil may oyidagi kurs bo'ladi. Lirani oldik. Xo'p. Eng katta turk kupyurasi 200 lira bo'ladi. Xo'p, hamma kupyurasida deyarli mana shu Mustafa Kemal Atatürk Turk Respublikasini yaratgan asoschisi va birinchi prezidenti bo'ladi. Xo'p, endi bu pulga do'konga kiramizda qadrini ko'ramiz. Shu 5iga nima beradi, 20siga ketdik. O'sha yerda Shok degan do'kon bor ekan. Ichiga kiraylikchi. Narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Onu çok güzel söyler. Gönül yazar. Ekle veya tam bu. 1 litrlik kolani narxi 45 lira ekan. 45 lirasi 45 lira. Shu 14 ming nazigina oshiqroq ekan. Narxi menimcha O'zbekiston bilan bir xil bo'lsa kerak. Yana nimalari bor ekan? Bu yerda ham boshlanibdi anu. Ismlar yozish kolaga. Mana. Bu yerda ham ismlar yozib chiqaryapti. Xo'p. Nol 5 suv. 05 suv. Hech bilagan narxi. Tak, 05 suvi 11.75. 11.75. 3800 so'mda hisoblaganda mana shu suvi.
Bitta donasi. Keyingisi har xil shirinliklar. Xo'p, mana shu albeni shkokoladini ko'ramiz. Mana albeni shkokoladi. Tak, 14.50. 14.50. 4700 so'm o'zbek so'mida. Yana nima ko'raylik? Mana shu ham zo'r pechennik edi. O'zbekistonda bor. Olardim, shuni narxini hech bilagan. 52 lira. 52 lira bo'ladi. 16.000, 17.000 ga yaqin ekan. $250 mililitrlik kola 9 ta ekan, mana shu bloki bilan. Bloki bilan. 9 ta bo'lar ekan, 250 mililitrlik 190 lira. 190 lira. Tak. 190 bo'lsa 62 ming atrofida chiqyapti. Narxni O'zbekistondan qolishmaydi menimcha. Do'konlarida narx-navo O'zbekistondan qolishmaydi. Biz o'ylagandek arzon emas. 1 litrlik kola necha pul bizada? Bularda 14 ming, 15 ming atrofida chiqyapti. Shu olmaz. Do'stlar, ko'rsatuvimizning birinchi qismini shu joyda yakunlaymiz. Bu qismda nimalar ko'rdik, nimalar o'rgandik? Mehmonxona ichidagi sharoiti, narx-navosi, dollarni o'sha liraga almashtirganlarda necha pul bo'ladi, o'shalarni ko'rib chiqdik, do'konlarga kirdik, ularni ko'rib chiqdik. Birinchi qismiga yetarli. Bo'lmasam hozir videoyim cho'zilib ketadi. Xo'p. Shu bilan keyingi ko'rsatuvda biz birinchi bo'ladigan manzilimiz Hagia Sofiya masjidi bo'ladi. Ana o'sha yerda birgalikda sayohat qilamiz, o'rganamiz. O'zi qaysi davlatga bo'lsa ham chiqishingizdan oldin shu bir haftaga borasizlarmi? Bir haftalik bir reja qilib olishingiz kerak. Men bu kuni mana bu joyga boraman, bu kuni bu joyga boraman deb reja qilib olishingiz kerak. O'shandagina haligi kuningiz bekorga o'tib ketmaydi. Rejasiz ish qilmanglar. Bar bilasizlar, chet davlatga chiqqaningizdan keyin bu har kuningiz hisob-kitobli. O'zbekistonda yurgandek vaqt o'tib ketmaydi. Sen bu kanalim, YouTube kanalim, hali yangi kanal. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalimdan faqat foyda olsanglar olasizlar, zarar olmaysizlar. Sayohat haqida har xil ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha sog' bo'linglar do'stlar. Xayr.